Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sizlardan iltimos, sizlarning yordamlaringizga muhtoj bo'lganimiz uchun shu videoni qo'yishga majbur bo'ldik. Bularning ismlari Siyovush. Birinchi guruh nogironi. 14 yildan beri shu to'shakka mixlanib qolganlar. Shu yoshlik paytida sariq kasal bo'lib, shifoxonaga borib, noto'g'ri ukol natijasida shunday ahvolga kelib qolganlar. Mana ahvollari. Qo'llari holsiz. Oyoqlarining barmoqlari ishlaydi, faqat turolmaydi o'rnidan. Shu neyrotomarga noto'g'ri ukol qilgan natijasida shunday ahvolga kelib qolganlar. Sizlardan iltimos, kam bo'lsa ham yordam berishlaringizni so'rayman. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin. Yordam beringlar iltimos. Befarq bo'lmanglar insonlar. Meni oyoqqa turishimga ozgina hissalaringizni qo'shsangizlar, men xursand bo'lgan bo'lardim. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammangizga rahmat.